shunaqa xotin sifatlar ko'payib ketibdi-da. Iloji yo'q, nima qilamiz? Yashayverar ekanmiz-da, mana shunaqalar bilan bitta zamonda. Kunimiz shularga qopti. Yaxshi, demak hozir ozgina odamdan keyin 5 minutdan keyin boshlaymiz. Tezlashinglar, shartlarni bajaringlar. Kommentariyaga yozishingiz uchun menga podpiska tashlagan bo'lishingiz kerak. Telegramda men daromad o'rgatmayman, ular moshennik. Telegramda men faqat o'zimning kanalim bor, u yerda yozishib o'tirmaymiz. Videoyini adang ko'rganmikin? Sanikini-chi? Oying ko'rganmikin? Xizalaysan-ku? Oying ko'rsatganmisan shunaqa videolaringni? O'yin sharti nima? Mani profilimga kirasiz. Kirganingizda, kelinglar, yana bitta ko'rsatib yuboray, yangi kirganlar uchun. Mani profilimga kirasiz. Men bu yerda bittagina podpiska bo'limida odam bor. Shunga kirasiz podpiskaga. Feruzan reklama profili turibdi. Shunga kirasiz. Kirsangiz, men bu yerda 176 ta odam bor. Shularga podpiska tashab chiqasiz. Faqat sekin-sekin podpiska bosing, chunki blok bo'lib qolishingiz mumkin. Tez-tez bosib tashamang. Sekin-sekin podpiska bosasiz-da, men bu videoga shartni bajardim deb yozasiz mana shu videoni kommentariyasiga. Bo'ldi. Jicha kutib turing. Bo'ldi, sizni jicha kutib turamiz. Nimaga faqat onani qo'shasiz? Ko'p kuzataman shuni. Onang deb qo'shasiz. Chunki onasi normalni tarbiya bergan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi. Borsin-da, onasidan so'rasin, onasiga gapirsin. Men ham birovni qiziman, men ham ayol kishiman. Ayol kishilarni maqomi, darajasi bir xil. Ona bo'ladimi, qiz bo'ladimi, kimdir singlisi bo'ladimi, opasi bo'ladimi? Bizlarning maqomimiz bir xil-da. Ayolmiz biz. Menga gapirsa mojna-da, men ularning onasiga gapirsam mojna emasmi? O'shaning uchun ham bunaqada o'qish kerak deyman-ku. Mana уже bizaga yana ozgina odam. $4 million qoldi. 2 minutdan keyin boshlaymiz. 2 minutdan keyin. Gapingizga qo'shilaman. Onasini hurmat qilgan boshqa ayollarga gapirishda o'ylab gapiradi. To'ppa-to'g'ri. Вот именно mana shu narsa uchun men gapiraman. Onamni qo'shma deb jahli chiqib ketadi. Sen onangni hurmat qilsang, birovni borib ko'zing bilan ko'rmagan, bitta xizalanti o'tirib olib aytgan gapiga ishonasanmi? Gapirma. Ayol bor-ku meni uyimda. Meni uyimda onam borlar-ku, singlim bor-ku, opam bor-ku. Qo'y, nima qilaman? Oldin bilay demaydi-da, farosatam yo'q. Ограничить qilib qo'ygansiz. Menga podpiska tashlasangiz, kommentariyga yoza olasiz. Nima desam? Bunga aytolma, hozir tekshira olmayman bo'pti. Spalni bor-ku, spalniga kirib tekshir. Repetitsiyaga tekshiraman. Хотя бы 3 marta qaytib. Sizni onangiz zo'r tarbiya bergan, ko'z tegmasin, birovlarning onasini gapirur bolani. Конечно, senga kimdir gapirsa, o'zingni xafa qilma deganlar. Joyida yopishtir deganlar meni onam. Juda zo'r tarbiya berganlar. O'shaning uchun uncha-munchasi duxi yetib o'zimga kelib gapira olmaydi. Sizga o'xshab, Krisaga o'xshab levoy profildan yozadi. Xezimtoy. Duxini olib qo'yganman-da, shunaqalarni ko'rdingizmi? Mana shunaqa tarbiya berganlar meni onam. Siz onangiz nima deganlar? Krisaga o'xshab birovlarning profiliga kirib, kalamishga o'xshab yozib o'tir deganmilar? Bechara. Tak.
Ozgina qoldi. 1 minutdan keyin boshlaymiz. Ayol kishi bo'lib turib shuncha kuchli ekansiz. Agar erkak bo'lganingizda bilmadim qanaqa bo'lardi. Qoyil sizga. Men erkak bo'lganimda boru 1 kun ham o'tirmasdim. 1 kun. Ishoninglar. U xizaleni men chaqirdim-ku, bilet ham olib beraman senga deb kelmadi. Men unaqa bo'lmasdim erkak bo'lganimda. Kekirtagini sug'urib olib kelardim borib. Ayol bo'lganim uchun shu yerda o'tiribman, kelishini kutib. Kelishga duxo yetmayapti-ku, bola paqirra. Qo'rqib qoldi už. 4342 bo'lsa, bo'ldi, 23-20 bo'ldi, generator ber. 1 millionda o'ynaylik, pul ishlaylik. Nima qilasizlar shunaqa gaplarni? Pul ishlaylik undan ko'ra. Massa qilib. Ber. Yerga tegishgan odam qo'rqib qoldi bunaqa bolalarni ko'rib. Gapirmang. Вообще. Choy qo'yilganda. Damlab kel. Tak. Qaranglar, hozir 1 million o'ynaymi yo 500 mingdan o'ynaymi ikkita? 4 million pulinglar qoldi. O'sha 4 millionni men hozir sizlarga tarqatishga majburman. Shart bu narsa, chunki u sizlarning haqqinglar. Men har doim birovning haqqini berib postlarimga qo'yib kelganman. Tak, hozir 1 million o'ynashimiz kerak. Nima qilay? 1 millionni o'zini o'ynaymi yo ikkita odamga bo'laymi? 500 mingdan.